Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich, rossiyalik Yaroslav yaxshi savol beryapti. Pravoslavlar va katoliklar ruhni jamoat marosimlari, tavba, tarazu va kishlik qutqaradi, deb o'rgatishadi. Haqiqatan ham shundaymi? Qisqacha aytsak, unday emas. Buning nima uchun unday emasligini hozir ko'rsatib beraman. Muqaddas kitob shuni aniq aytadiki, inson faqatgina Golgota xochida biz uchun jon bergani va bizni oqlash uchun tug'ilgan Iso Masihga bo'lgan iymon orqali najot topishimiz mumkin. Bunday joylar bir nechta bo'lib, ular mutlaqo aniq ko'rinib turadi. Rimliklarga maktubining 1-bob 16-17 oyatlarida Havoriy Injilning asosiy qismining tushuntirib, eski ahddagi Habakum payg'ambar kitobida aytilgan so'zlarga havola qiladi. So'ngra elchilar kunida Havoriy Butrus va'z qilganda bu so'zlar yana takrorlanadi. Shunda birinchi 3000 kishi tavba qilib jamoatga qo'shiladi. Keyinchalik havoriylar turli vaziyatlarda bu so'zlarni ko'p marta takrorlashadi. Havoriy quyidagilarni aytadi: Men xushxabardan or qilmayman, chunki Xudoning kuch-qudrati bo'lgan bu xushxabar orqali ishonganlarning hammasi qutqariladi. Ishonganlar yahudiymi, g'ayri-yahudiymi farqi yo'q. Bu xushxabarda oshkor qilinganki, Xudo insonlarni iymon orqali, faqatgina iymon orqali, chunki muqaddas bitiklarga solih inson iymon tufayli hayotga ega bo'ladi, deb yozilgan. Bu so'zlar Iso Masihning Yuhanna 3-bobida 16-oyidagi mashhur gaplariga mos keladi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zini yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlar birontasi xalos bo'lmaydi, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Najot topish uchun Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonish kerakligini aniq aytilgan. Hech qayerda buning uchun qandaydir marosimlar yoki joningizni yanada solihroq, tozaroq qilish uchun biror narsa qilish kerakligini haqida aytilmagan. Men Havoriy Pavlus va Rabbimiz Iso Masihning muhim so'zlarini misol qilib keltirdim. Endi qarang, Yuhanna xushxabarini oling. Biz buni 3-bobida ko'ramiz va butun Yuhanna xushxabarida iymon va iymonsizlik haqida fikr rivojlanib boradi. Masih o'zini namoyon etadi. U eski ahd uning haqida guvohlik bergan ishlar haqida gapiradi va ularni amalga oshiradi. Masalan, u tug'ma ko'rni ko'zlarini ochadi. Muqaddas kitobning eski ahdida bu ishni faqat Masih qila olishi aniq aytilgan va odamlar hatto azaldan ko'rlarning ko'zini hech kim ochmaganini eshitmaganliklarini ta'kidlaganlar. U jinlarni quvgan, Lazarni tiriltirgan, ya'ni butun Yuhanna xushxabari davomida shunday ishlarni qiladi. Va shu yerning o'zida yahudiylar haqida ham so'z yuritiladi. Unga ergashib, ammo ishonmaydigan rahbarlar. Bu iymon va iymonsizlik mavzusiga butun xushxabar bo'lib davom etadi. Va 20-bobida oxirida 30-31 oyatlarda shunday yozilgan: Isoning bu kitob tarkibiga kiritilmagan yana ko'p mo'jizalar alomatlariga shogirdlari guvoh bo'lganlar. Kitobga kiritilgan mo'jizalar esa sizlar uchun yozilgan, toki sizlar Isoning Masih Xudoning o'g'li ekanligiga ishonib, bu iymoningiz tufayli hayotga ega bo'linglar. Ya'ni bu shunchaki muqaddas kitobning alohida parchalari emas, balki Yuhanna xushxabarida o'rgatilgan barcha ta'limotlarning yaxlit majmuasidir. Misol uchun, hozir agar biz boshida o'qigan Rimliklarga maktubiga nazar solsak, men 16-17 oyatlarni keltirgan edim va endi 1 va 2-boblarga e'tibor qilsak, u yerda Havoriy mutlaq aniqlik bilan aytadiki, xushxabar Xudoni umuman bilmaydigan majusiy uchun ham o'z amallari bilan najot topishiga urinayotgan dindor odam uchun ham yagona najot yo'li ekanligi aytiladi. Xushxabarsiz najot topish imkonsiz. Keyinchalik 3-bobda
U xushxabar nima ekanligini batafsil tushuntirib beradi va shunday deydi: mana endi qonunga aloqasiz ravishda oqlanish yo'lini Xudoning o'zi aniq ko'rsatdi. Buni Tavrot va payg'ambarlar bitiklar tasdiqlaydi. Biz Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqali Xudoning oldida oqlanamiz. Odamlar orasida hech bir farqi yo'q. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlaridan ozod bo'ladilar. Ular oqlanishga loyiq bo'lmasalar-da, Xudoning inoyati bilan oqlanadilar. Ya'ni xushxabarning mohiyati aniq tushuntirilgan va shunchaki bir martalik eslatma emas. Galatiyaliklar maktubini o'qing. Unda Pavlus aynan shu g'oyani batafsil bayon qiladi. Kolosiyaliklar maktubini o'qing. Efesiklarga maktubini ham o'qing. Bu joylarda bizning g'oya yanada ochiqroq qilib yoritilgan. Muqaddas kitob deyarli barcha kitoblarida boshdan oxirigacha bu haqiqatni tasdiqlaydi. Solih inson iymon bilan yashadi. Biz uchun Golgotada xochda o'lgan, gunohlarimizni o'ziga olgan, jazolarimizni tortgan, bizga o'z solihligini bergan Masihga bo'lgan iymon bilan u qayta tirilgach bizni ham o'zi bilan birga Xudoning ulug'vorligiga ko'tarish uchun osmonga ko'tariladi. Bularning barchasi iymondan tashqari boshqa biror narsa ahamiyatiga ega ekanligini yoki rol o'ynashini o'ziga ham ishora yo'q. Odamlar ko'p narsalarni marosimga aylantirib tashlagan bo'lsa-da, muqaddas kitobda faqatgina ikkita harakatni marosim yoki muqaddas amal deb hisoblash haqida aytilgan. Muqaddas kitobda non sindirish, qutlug' kechlik va suvda cho'mdirish haqida aytilgan. Bu ikki harakat ham najot topish vositasi emas, balki iymonning ifodasi hisoblanadi. Ha, albatta, bu ikki harakat ham inson uchun baraka vositasi ekanligi aniq. Lekin bu baraka harakatini bajarish marosimining o'zida emas, balki ongli ravishda iymon ifodasi orqali keladi. Bu inson iymonini e'lon qilib, suvga cho'mganda yoki non va sharob ichganda Iso Masihning qisman bunga ishonaman. U men uchun jon berdi va men u bilan abadiy birlashdim. Men Iso Masihni tanib, unga ishonishda davom etdim. Ruhimni oziqlantirishni davom etaman, deya ta'kidlaganda sodir bo'ladi. Mana bu marosim deb aytadigan narsa. Ko'pchilik ana shu barcha haqiqatlarni aniq tushunib yetolmaydi. Balki ular kalomni qanday qilib to'g'ri o'qish kerakligini bilmagani uchundir. Shuning uchun men aynan shu fursatdan foydalanib Yaroslavga aytmoqchiman. Aleksey Alekseyevichning ajoyib Telegram kanali bor. U unda bomba bob muqaddas kitobni tahlil qiladi. Hali muqaddas kitobni birgalikda o'qish va u haqida fikr yuritish ko'nikmasiga ega bo'lmaganlarga yordam beradi hamda ushbu markaziy haqiqatlarni ko'rishga ko'maklashadi. Men yana bir kichik tafsilot qo'shmoqchi edim. Yaqinda rimliklarga maktubi asosida xushxabar kuchi deb nomlangan vazlar turkumini chiqardim. Aziz do'stlar, u yerda nihoyatda muhim masalalar, shu jumladan iymon asosi ochib beriladi. Iltimos, eshitib ko'ring va boshqalarga ham tavsiya qiling. Rahmat Aleksey Alekseyevich. Do'stlar, biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Bugungi uchrashuv shu bilan yakunlanadi. Xudo marhamatlasin.